Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Andijon viloyati Asaka tumani Obod MF 77-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda bodring ekilgan. Maydoni hajmi 7 gektar, uzunligi 169 metr, bo'yiga 145 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda gullab, uzilish holatiga kelgan. Ushbu loyihaga 65 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sota yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samaradorli amalga oshirish Lider tadbirkor Gujgan Agro Kooperativ MChJ ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 25 tonnadan jami 175 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilgandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromad ekish turini ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirish boriladi.